Uyda turib yig'lavordim. Menim hech mahalla kuzatdi desam bo'ladi. Mana endi o'lmaysiz. Toshkentga ketyapsiz. Men Muxtorim Abdurahim, Farg'ona viloyati Quva tumanidan kasal bo'lib, yuragim xuruji bilan 2-3 yil davolanib Quvada yotdim. Farg'ona shaharda yotdim. Kirgili shahardagi xususiy больницаlarda yotdim. Hech qanday yuragimda yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmaganidan keyin shu joyda meni qaynisinim, ayolimni sinisi bundan 4-5 yil oldin kelib, operatsiya qilgizdirib, hozir yaxshi bo'lib, to'ylarda o'yinga tushib, o'zi bolalarini boshqarib, chiroyli bo'lib yurganini ko'rardim. O'sha menga maslahat berdi. Pochcha sizni boradigan joyingiz Toshkent. Toshkentda biz sizga adresni beramiz dedi. Bering, tezda bering. Men hozir yarasam yana 2 kunga yarayman. Bo'lmasam yaramayman. Juda men endi ko'tara olmayman bag'aga deganimdan keyin betdagi nima Ro'zimurodni telefon nomerini berishdi. Ro'zimurod bilan gaplashganimdan keyin Ro'zimurod nima orqali tashlab bering, texnikalar yordamida dedi. Biz bari hujjatlarimizni yiqqan, tashlab berdik bu yoqqa. Juda chiroyli qilib biz ham shu ekkiga alindaqa nimalar, yurakni tekshirish nimalarini juda chiroyli, yaxshi inson yordamida shu juda chiroyli o'rniga qo'ydirib rasmga olgizdirdik. O'sha rasmlarni berdik. Tezda yetib kelinglar degan xabarni eshitib, uyda turib yig'lavordim. Menim hech mahalla kuzatdi desam bo'ladi. Mana endi o'lmaysiz. Toshkentga ketyapsiz. Yaxshi bo'lasiz degan gaplari. Shu yerga yetib kelganimni ham bilmayman. Beka kelsam bizni Murodjon vrach nima Zokirjon Murod bilan birgalikda kutishib oldim. Bizga shunday shirin muomalalar qildiki, shu kasalimni shu suhbatda o'zi yarmi yo'q bo'lib ketdi. Shunday xursand bo'lib ketdimki, men hamma narsaga roziman. Shuni qilinglar, tezlatinglar bolalarim dedim. Menga buni juda chiroyli bo'lishi uchun oldin sizni jicha davolaymiz. Hamma chig'iriqlarimizdan o'tkazdiramiz. Siz shularda hammasiga bardosh berib, biz aytgan narsani iste'mol qilasiz, ikkovlarda olasiz, biz aytgan apparatlarga tushasiz. Natijalarni ko'rganimizdan keyin, undan keyin operatsiyaga olib kiramiz deydi. Mana bugun operatsiyadan chiqqanimga 5-kun bo'lsa, bugun ertalab eshikka qarab turib, men hayotda yangi tug'ilgandek bo'lganimni sezdim. Yuragimda shunday urishini ko'rib, o'zim ham xursand bo'lib ketdimki, kasal ko'rgani kelgan odamni ham unchalik urmasa kerak. Qo'rqib ursa kerak. Meniki shunaqa ravon uryaptiki, juda xursandman. Menga berilgan mashqlarni hammasini aytganidan ham yaxshi bajardim. Mana har kuni 150 ta, 200 ta shirin dovda bularni ishirdim. Hozir yurishlar, amallarda o'tirib turishlarni qildim. Hozir uyga ketyapman, soppa-sog'man. Hech qanday dard yo'q menda. Boshqa joylarim ham og'rigan yo'q. Shu bahanada hozir men shunday xursandmanki, bu doktorlarning umri uzoq bo'lsin. Kelajaklari porloq bo'lsin. Iloji bo'lsa, shu больницаlarni qurgan odamlar yana yoniga qursin. Boshqa joyga bo'lsa ham qursin. Mana shu knopkani etsam, bir bola kerak bo'ldi deb. Qizlar 2 minut yo'qmay yugurib kelishadi. Hammasi bitta oilaga o'xshaydi. Yigitlar ham, doktorlar ham kirishib, shunday chiroyli muomala qiladiki, bundaqa muomalani men hayotimda ko'rmaganman. Boshqa joylarda ko'rganmiz doktorlarda, to'xtatiring, chiqib turing. Sabr qiling. Hali sizga bor degan gaplarni eshitamiz. Borganimizga ham pushaymon yeb, yarim soat, 1 soat turamiz. Hali kasal chiqqanda so'raymiz. Nima bo'ldi sizga? Suhbat bo'ldi xolosmi? Ya pervasga, mervasga bir ajoyizni ko'rdimmi? Suhbat bo'ldi. Shu suhbat ham 2 soat bo'ladimi? Biz shuncha turdik deymiz. Endi hamma joyda har xil ekan. Lekin men bittaqa больницani ko'rmaganman. Bundaqa mutaxassislarni ham ko'rmaganman. Ularning hammasi niyatlariga yetsin, kasal bo'lishmasin, hammalari o'ylagan mana shu yaxshi niyatlariga yetsin. E'tiborlaring uchun rahmat o'g'lim. Hammalaring kasal bo'lmanglar, doim soppa-sog' yuringlar.